Assalomu alaykum do'stlar. Demak, bugungi videoda qisqa holatda agentic platform deganda nimani tushunishimiz kerak? Mana shu bo'yicha qisqagina o'zimiz, ya'ni kompaniyadagi product bo'yicha misol keltirmoqchiman. Hozir bu yerga ro'yxatdan o'tadigan bo'lsak, Google akkaunt orqali o'tib olaman. Demak, akkauntga kirdim. Bu yoqda bizda proyektimiz bo'lishi kerak. Hozir bu yoqdan agar biz Writer Studioga kiradigan bo'lsak, demak kirib oldik. Bu yoqdan biz search. Ya'ni, ko'rib turganimizdek bizda chat qismi bor. Ya'ni bu yoqda chat orqali research yaratishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni research degani shu tadqiqot biror bir topik ustidan yoki biror bir ma'lumot haqida research tadqiqot qilmoqchi bo'ladigan bo'lsak, mana shu holatda qilamiz. O'zi umumiy holatda men bu proyekt nima qilishi va shularga to'xtalib o'tmadim. Qisqa holatda aytadigan bo'lsam, bu tadqiqot uchun kerak bo'ladigan proyekt, ya'ni bizni proyekt umumiy holatda tadqiqot olib borish uchun ishlatiladi. Hozir mana shu yerdan qisqagina demak, intervyu tadqiqotini olib borsam, ya'ni researchchi. Demak, bizga chat oilasini ochib berish kerak. Create an interview study va hokazo holatda dedi. Endi hozir demak bu yoqdan o'zbek tiliga switch qilaman, chunki ingliz tilida olib boradigan bo'lsam biroz tushunarsiz bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu yoqqa o'zbek tilida gaplashaylik. Demak, ko'ramiz endi o'zbek tilida qanchalik davom etadi. Mana shu yerda ko'rib turganimizdek, bizda demak study, ya'ni research yaratildi bu yoqda. Bizga javob bersin. Hop, o'zbek tilida javob berishga tayinlayapti. Mayli, o'zbek tilida davom etamiz. Hokazo holatda qanaqa intervyu qilish kerak edi. Endi har xil research bo'lishi mumkin. Misol aytib o'taylik, Pepsi ta'mini bilmoqchi bo'laylik. Men O'zbekistonda Pepsi yoki Cola, ya'ni Coca-Cola yaxshiligi haqida. Hop, men O'zbekistonda Pepsi yoki Coca-Cola yaxshiligi yoki mana shu O'zbekistonda Pepsi yoki Coca-Cola bo'yicha ta'mlar raqobat ta'mlar raqobatini bilmoqchiman. Endi umumiy holatda mana shu yerda Coca-Cola yaxshimi yoki Pepsi yaxshimi degan holatda savol bermoqchiman. Ko'radigan bo'lsak, buni yo'nalish ko'proq urg'u berishni tanlab olaylik. Shunda intervyu savollari aniq chiqadi. Umumiy holatda demak, savol berdi. Bu yoqdan ta'lim afzalligi va sabablari qaysi vaziyatda qaysi brend tanlanadi? Ya'ni har xil bu yoqda narsa beryapti. Brend tasavvuri va ishonch, hammasi ajratish. Ta'm afzalligi va sabablar bo'yicha ketaman. Xo'p, ko'radigan bo'lsak, yana bitta tanlov intervyu usullari. Umumiy holatda intervyu qanaqa bo'lishi kerak? Ya'ni misol strukturalik, ochiq, erkin, aralash har xil holatda men bu yoqdan strukturali deyman. Yoki bizada tayyor savollar bo'ladi. Mana shu savollarga shu nimada, ya'ni tadqiqotda qatnashayotgan odam javob berishi kerak. Xo'p, klassik oddiy Pepsi va klassik Coca-Cola. Demak, mana shu bo'yicha ketaman. Hop, bizga plan tuzib beryapti. Ya'ni plan deganda mana shu tadqiqotimiz qanaqa holatda olib borishi kerak. Mana shu bo'yicha tadqiqotni tuzyapti. Bizga tadqiqot tuzib bersin. Bu odatda ozgina vaqt oladi. Hop, tadqiqotimiz bo'yicha demak plan tayyor. Ko'radigan bo'lsak, O'zbekiston iste'molchilari klassik Pepsi va hokazo holatda, ya'ni studyimiz goli, ya'ni maqsadi nima, tadqiqotni va beriladigan savollar bor bu yoqda. Ya'ni mana shu savollar ko'radigan bo'lsak, bizda nechta savol? 8 ta savol ekan. Mana shu 8 ta savoldan ke 8 ta savoldan atiga 4 tasini qoldiramiz.
Demak, sakkiztadan to'rttasini qoldir degan holatda aytyapman. Bu yoqda ma'lumot sifatida aytib o'tishim kerak. Mana bu savollarni men o'zim ham o'chirib yuborsam bo'ladi, yoki AI bilan ham o'chirib yuborsam bo'ladi. Ya'ni bu yoqda agentic platform bo'lgani uchun AI demak xohlagan ishni qila olishi kerak bu yoqda. Hop, savol berdi. To'rttaga tushirish uchun eng yadro set afzal ko'rish va sababli to'rtta Pepsi, ta'min xavfsizligi kola, uch va hokazo. Shu to'rttasi qolsinmi? Umumiy holatda ana shu yerda to'rtta savoldan men aytdim, bu yoqdan to'rttasini o'chirib yubor, to'rttasi qolsin dedim. Mana shu bo'yicha qaysi birini qoldiray dedi. Ha, bo'ladi degan javob beraman. Bu yoqda ham grammatik xato bo'ldi. Remove task demak task o'chirib yubordi. Ko'rib turganingizdek, taskni demak real vaqtda o'chirib yubordi. Ana shu yerda demak men nima qilsam bo'ladi? Hozir mana shuni o'zim copy qilib, bu yoqdan o'chiraman. Demak bu yoqqa men o'zim nimani qo'shsam bo'ladi, ya'ni savolni qo'shsam bo'ladi. Demak, savolni mana shunga qo'shib qo'ydim. Aytmoqchi bo'lganim, bu yoqda ham AI ham demak foydalanuvchi bir vaqt o'zida o'zgarish kiritishi mumkin bo'ladi. Endi demak, tadqiqotda kim qatnashadi? Tadqiqotda qatnashishni ikki xil usuli bor. Yoki demak platformada mavjud bo'lgan odamlar qatnashishi mumkin, yoki tashqi holatda qatnashishi mumkin. Mana shu yoqdan demak men mixed, ya'ni ham ichki ham tashqidan yuraman. Mana shu yoqdan taxminan tanlaylik. Mana shu yerdan AI orqali tanlaymiz. Biz o'zimiz ham bu yoqdan tanlasak bo'ladi. Misol mana shu yerda Ayan Betrani tanladik yoki va hokazo holatda ko'radigan bo'lsak, Chandigar bir bola degan joydan, aniq bilmayman. Mana shu yerdan demak menga hop, menga 3 ta yaxshi ishtirokchi tanlab ber. Demak, 3 ta yaxshi ishtirokchi tanlab ber dedim. Demak, AI 3 ta ishtirokchi tanlay olishi kerak. Xo'p, AI personajlar, sintetik, mana shu holatga ketamiz. Bularni hammasi ko'rib turganimiz AI. Ya'ni bular real user emas. Real userni demak, oxirroqda ko'rsatib o'taman. Ya'ni real user qanaqa holatda bo'ladi? Search personas va hokazo holatda qidiryapti, chat davom etyapti, o'ylanyapti, thinking. Adashmasam yana bir ikki savol so'rash kerak bo'ladi. Ya'ni to'g'ri narsani tanlaguncha. Eksternal ishtirokchi qabul qilamiz. Real konstruktorlardan keyinroq personaj auditoriya qo'shib sintetik bilan qilamiz. Eksternal ishtirokchilar qabul qilamiz. Link yuborasiz, odamlar o'zini kirib qatnashadi. Mana shu holatda ham link orqali, ya'ni real participantlar bilan ham qatnashmoqchimiz. Demak, 3 ta holatda bo'ladi. Yoqib qo'yaman. Nechta odamgacha cheklaysiz. Ya'ni nechta odam kira olishi kerak link orqali deyapti. Hozir 2 ta bo'lsin. Ya'ni 2 ta odam kiradi. Yana mana shu yerda ma'lumot sifatida aytib o'taman. Men, ya'ni bu ma'lumotlarni aytayotganda yoki ma'lumotlarni ko'rsatayotganda to'liq nimaga to'xtalib o'tmayapman. Ya'ni bu proyekt o'zi nima va hokazo holatda qilishi. Shunchaki demak, agentic platform deganda biz nimani tushunishimiz kerak? Mana shu bo'yicha urg'u berib o'tmoqchiman. Ya'ni ko'rib o'tadigan bo'lsak, har bitta o'zgarishlarning hammasini AI o'zi qilyapti. Ya'ni men demak 2 ta odam chaqira olaman dedim, 2 ta qildi. Tashqaridan odam keladimi dedi. Ha dedim. Ya'ni tashqaridan odam chaqirish yoqdi. Hozir demak mana shu yoqda AI ga yozish orqali mana bu sonni o'zgartirsam ham bo'ladi yoki bu sonni men o'zim o'zgartirsam ham bo'ladi. Misol buni agar 3 qiladigan bo'lsa, demak 3 ta odamga ruxsat beradi. Mana shu yerda qo'shimcha tarzda menimcha mana shu yetadi. Videomiz juda ko'payib ketmasin. Hali bu product bo'yicha hech qanaqa tushunchamiz yo'q. Shunchaki demak productni launch qilamiz. Demak, researchimiz launch bo'ldi. Mana shu URL orqali, ya'ni manzil orqali real, ya'ni misol do'stimizga yoki kompaniyani demak ishchilariga mana shu nimani tashlashimiz mumkin bo'ladi. Mana shu linkka kirgandan keyin demak AI o'zi avtomatik tarzda bularni intervyu qilib oladi. Hozir demak intervyu jarayonini birgalikda ko'ramiz. Hi, I'm Cats Inc. Demak, umumiy holatda AI persona, ya'ni bu yoqda savol-javob holatiga ketadi. Bundan illo o'qisak. Default mikrofon holatdan foydalanaman. Demak, start. Email manzilini kiritaman. Email manzilga Abdulla Asadbekovich, ya'ni o'zim emailim, full name, title, software engineer, demak, ingliz tilida bo'la qolsin. Begin session, ya'ni session davom ettiramiz.
Assalomu alaykum. Va alaykum. This conversation agar tanlash imkoniyati bo'lsa, siz odatda klassik Pepsi va klassik Coca-Coladan qaysi birini ko'proq afzal ko'rasiz? Nega? To'g'risi menga hech qaysi biri yoqmaydi. Men demak umumiy holatda tabiiy suv yoki qandaydir sharbatni ichishni yaxshi ko'raman. Tushundim. Demak, siz gazli ichimliklarni unchalik ko'p tanlamaysiz. Shunday bo'lsa ham, agar tanlashga to'g'ri kelsa, klassik Pepsi va klassik Coca-Cola orasidan qaysi birini ko'proq afzal ko'rardingiz? Ah, Tanlash kerak bo'ladigan bo'lsa, men Coca-Colaga ko'proq tanlagan bo'lardim. Rahmat. Qiziq tanlov. Nima sababdan aynan Coca-Colani ko'proq tanlaysiz? Chunki Coca-Cola O'zbekistonda demak yillardan beri yurib keladi. Pepsini olib qaraydigan bo'lsak, adashmasam Pepsidan ko'ra ko'proq yillar davomida O'zbekistonda xizmat qilgan. Shuning uchun Coca-Colani tanlagan bo'lardim. Tushunarli. Demak, siz uchun Coca-Colaning O'zbekistonda uzoqroq davr mavjud bo'lgani ahamiyatli omil bo'libdi. Keling, endi keyingi savolga o'tamiz. Ho'p, mana shu yerda video cho'zilib ketmasligi uchun men to'liq savolga to'xtalib o'tmoqchi emasman. Shunchaki mana shu yerda demak call'ni tugatmoqchiman. Demak, ko'radigan bo'lsak, AI o'zi avtomatik demak call'ni tugatdi. Ya'ni bu yoqda men o'zim qizilni ezmadim. Mana bu yoqda qizil ya'ni tugmacha bor edi. Mana shuni ezmadim. Demak, AI o'zi call'ni tugatdi. Hozir bu yoqdan ko'ramiz. Call tugatgan bo'lsak, mana shu Abduvoyit Asadbek, ya'ni hozir biz qatnashgan nimamiz, intervyu tugadi. Ko'radigan bo'lsak, 1,5 minut davomida gaplashamiz, hokazo holatda tugatdik. Demak, bu intervyuni tugatsak bo'ladi hamda bu intervyu demak nima gapirgan bo'lsam, hammasi AI tomonidan yozib olingan. Demak, AI tomonidan bu analiz qilinadi. Demak, buni kompaniyalar umumiy holatda resource sifatida ishlatadi. Mana shu ko'rib turganimizdek bu agnostik, ya'ni agentic demak platforma deyiladi. Chunki ko'rib turganimizdek hamma actionlarni AI orqali shunchaki inputga ya'ni yozish orqali yoki AI bilan gaplashish orqali demak produktimiz ishlayapti.